Mari. Abdulazizga ot ukamni prank qilaylik kalamiz bo'ptimi? Serios. Urushib ketmaymiz, ha? Yo'q, urushmaysan, qo'rqma. Xullas kelganda aytasanki, Abdulazizga telefon qilsam ko'tarmayapsiz, pulimni ham shu qo'shib yuboraman-da Instagramga. Xullas aytasan, telefon qilsam ko'tarmayapsiz, pulimni uxlatib ketdingiz, bolamizdan ham xabar olmayapsiz. U bu to'qib tashavergan, hamma zo'r chiqadi. Urushmaymiz javob, men uraman. Kirver Abdulaziz, to'g'riga kir, ichkaridaman. Bu yoqdaman, bu yoqda. Ketdim. Qayerga ketasan hozir? Uyga. Qatlarda yuribsiz. Bularni oldilariga kelmaysiz, вообще kelmaskansiz. Telefonni ham olmaysiz. Qornimga bolani solib qo'yib qayerda yuribsiz? Nima deyapsiz? Yo'q, Sen klientim bilan tanishmisan? nima qilaman? Shuni o'ylayapsizmi? Sanki Yo'q, siz eshityapsizmi? eshitdim. Nima qilaman? Oyim, men kasalman bilasiz. Tushunasizmi? Kim bu qiz? Kim menga aytdi? Kim bu? Bu yoqqa. Kim bu qiz? Seriozli aytyapman. Meni klientim bilan. Voy, nima deyapti? Ahmoq. Oyimga nima deyman men? Men taniyman. Qara Abdulaziz. Sotdi. Qara. Qamalib ketyapsan, ukajonim to'rsini yo'q. Meni ko'zimga yosh keldi. Sen shunaqa qizlarni Men qizlarni aldiganim yo'q. Menga qara. Qo'ling chirtvam. Oping gapirayotgan. Qo'l tushiradi. Deding son. Yo bu kim bu qiz serios aytmoqda. Men bo'ldi, tamom bo'ldi. Abdulaziz men skoring chaqir, skoring. Mazam bo'lmayapti, skoring. Reklama qilib bergan meni. Mana salonimni reklama qilib bersang bo'ldi. Hop, kim bilan nima qilay? Mana Madi bilan hozirda kirib kelayotgan bo'lasan-da, keyin esa reklama qilib qo'shib ketasan, opalarim tirnoq qiladi, kiprik qiladi, u bu deb gapirib bersang bo'ldi, xo'pmi? Davay. Bo'ldi, faqat ana oyimni skript qilaman-da, chunki qiz bola bilan Voy, menga ishon. Men o'zim aytaman oyimga. Bo'ldi. Oyga qarang, ko'ryapsizmi? O'g'lingizni qanaqa qizlar bilan yuryapti, ko'ryapsizmi oyi mana? Ko'rdingizmi? Mana oyim videochada gaplashyapman. Men bu normal gaplashishni o'zimizga kelishamiz joyingizlar bilan. Jon dedim. Sen demak tanishing ekan-da rost. Yaxshi. To'xta, tanishim men. Savada qilgan. Qildingmi? To'la hozir men chekonolga kelsam, uxlab yotibdi ekan. Prank qilamiz. Shu vaqtgacha ham uxlaydim odam. Men uni qo'shnini olib turdim. Rus qo'shnimiz bor edi. Pastda mashina turibdi. Buni olamiz. Bu oyimga beramiz. Bu yoqda chekka uxlayapti sasi. Oyi qarang. Yuring deyman. O'g'lingizni qarang ahvolini. Qancha ko'tarib olgansan? Keling oyi, ko'ring oldin mana ahvolini qarang. Ko'ryapsizmi? Nima bu? Shu. Qarang. Yosh bola. Nimaligini bilasizmi buni? Ko'ryapsizmi? Men oyi. Shokoladlar bilan. Abdulaziz. Bu bilan davay. Abdulaziz, sen hali ichadigan bo'lib qoldingmi? Oching oyi. Qattiqroq. Ichadigan bo'lib qoldingmi? Nima bu? Nima bu? Basharasi? Yo'q, qizarib ketganini qarang. Voy xudo. Nima bu? Faqatdan bilaman nimaligini. Qayerdan keldi bu? Qattiq deyapsan-da. Ovoygan. 12 yurasan. Hamma narsani qayerdan keldi? Yosh bola-ya, yuzlarimizni qaratding yerga. Yana uyga olib kirishingni Qayerdan keldi bu? Oyi, baqa yursan. To'xta. Oyi, chiqarib oling ko'chaga buni. Bunaqa o'g'il kerak emas bizga. Davay. Yo. Qayerdan keldi? Oyi, chiqarib olishdan oldin pullarni olib qolaylik. Ichdingmisan? Nima bu? Armani ichib qo'yibdi. Sen nima dedingsan menga? Sen menga nima deding? Ichasanmi? Ich. Qayerdan desam nima dedingsan? Oyi, ko'chaga, davay. Ko'chaga. Qanday ko'chaga? Davay. Chiq. Puli yo'qmi? Oyoq. O'sha bir poy tapchika bilan yurgan, tushundingmi? Uni ham ber, bu ham qimmat. Ber.